Salom do'stlar. Bugun men flat zone ochib u yerni qishloqqa aylantirmoqchiman. Bugun hozirchalik daraxt o'stiraman va daraxt o'stirib bog'imni o'rmon qilmoqchiman. Kelasi videolarimizda o'ylar quramiz, o'zimizga kerak narsalar qilib, oxiriga survivalga o'tkazamiz. Hozir bizga daraxt kerak. Daraxt olamiz. Bilasizlar do'stlar, daraxtni o'stirish uchun bonni kerak. Buni bunday bossangiz, go'zal qo'yadi. Mana bunday bossangiz o'stiradi. Endi shunday qilib hamma joyga qo'yib tashlashimiz kerak. Birinchi daraxtni ekamiz. Aytgancha videoni ko'rishingiz davomida like va obuna bo'lishni unutmang. Videolarim yoqsa kommentariyada yozib qoldiring. Yanada qiziqarli videolar tayyorlayman. Chiqamiz, ko'p ekamiz, ketaveramiz. Mana cheqqacha aralari bir blok ichiga qolib ketdi. Qanday joyi? O'stirib chiqamiz, yana ekamiz. Aralariga qo'shib chiqamiz bunaqalarda. Bir tuda bor ekan. Ko'rasiz. Bu yerga aslında beyta koyup gitti. Koyun görme. Koymaktı buldu. Korktu. Şimdi başkan değil. Gül basıyorlar. Gül kopuyor ekan. Benim bilan o'tirib davom etamiz. Men ukamni o'tirsin qani. To'g'ri o'tirdi faqat. Ne işte daraxt yana ekamiz. Ne kadar ramçı uçmuş gibi de ha. Sen böyleler misin? Kız. Kuyucara giyip kaptı ki. Yine sürü vardı. Uzu vardı ne? Al, bilmiyorum ben de. Yana bu. Bu kana kasayında buldu. Ben yem buldum ki. Doğru noktayı. Doğru sırayıp. Tamam.
oluyor? Böyle. Yine bir münakazadan ekip çıkıyor. Aslanın üyesi. Yana tarafı kişileri. Yerga bitta qolib ketibdi. Yerga o'tlardan ekamiz. Gul ko'paytirib uzoq sariq gul. Hadi. O'zlariga oltita bo'ldi. Nima qilardik? Qishloq yarata olmasak nima bo'lardi? Yaratamiz. Sen shuncha uyda bir yil davomida video chiqarasanmi? Yo'q, nimaga? Shuncha uy qurishing kerak. Qachon qurib bo'lasan buncha uyda? Keyingi videolarimda do'stlarimizga ham ulashamiz-ku. Shuncha. Bu videoda hali hammasini qilib ulgurmayman, chunki hali ish juda ko'p, to'g'rimi do'stlar? Bunaqada Aytgancha kreativgasan-ku sen. Qanday yetib ortib ketadi? Senga o'zi daraxtma kerak o'ylarni ichiga bezatib chiqsang kreativga. kichkina yonca. İşlemayapti. Daraxt qo'yib bo'ldimi? Bu qanaqasi bo'ldi? O'rmonga o'xshadi. Yo'q, harmonada. Sal bo'lsam o'rmonga o'xshaydi. Cho'chqa daraxt bo'l. Cho'chqa senga gapirganim bilan baribir eshitmaydi. Yaxshi, bittada o'syapti. Mana shu olmishtada o'sdi. U bittada o'sdi. Bittada deb qo'yadi. Bittada chiqdim demoqchi. Tushunarli? Buzib yubordim-ku. Endi nima qilamiz? Kreativkamiz esingda yo'qmi? Bilaman. Nima bo'lsa endi nima qilamiz deyapsan? Qo'yish shart emas-ku. To'g'ri, qo'yish shart emas. O'zi bitta chuqurni ham qo'yish kerak. Bugungi video qiziqarli bo'lyapti. Qanday hali boshlanish-ku. Hali bundan bu. Men ochiq dishinglar bo'ladi. Devor. Yaxshi. Bolalar, meni uyqum keladigan video olyapmanda. Haqiqiy emasmi? Minecraftda uyqum kelyapti. Endi to'g'ri bo'libdimikan? Ha, to'g'ri bo'libdi. Shuncha daraxtlarda ortiq
ham qolib ketadi. Voy, aytgancha esimizdan chiqib ketyapti-ku bilyapti. Nima? Qishloqlarda qayerdan qo'yamiz? Nechta qo'yish qayerdan bilasan? Nechta uy qurasan hali? Qishlog'ini nechta qo'yasan? Sen qayerdan bilasan? To'g'rimi? To'g'rimi do'stlar? Az bir uxlab olaylikchi. Boya aytganimcha uyqum kelyapti deb. Sen bilasan. Qora bu kecha qora emasdik. Nimaga? Yana keyin qorong'i bo'lib qoladi. Ne notitsiz bo'lsa ham. Daraxtlar o'smoqda deydi. Lekin deganim nimasi? Tez o'tiryapsiz-ku. Uy, Siz so'rayapsiz. Yo'q. Chiqdi. Qo'ydi. hozircha yaxshi. To'rtburchakka o'xshamas. o'xshamadi. Uchburchakka o'xshab qoldi. Endi bu yerga ham. Keyin men o'tiray. Do'stlar, to'g'rimi? Men akam video olyapti, hamma narsa o'zi qilyapti. Men ham qilishim kerak-ku axir. Endi sen ham qilishing kerak. Lekin mayli. Bizni sug'orishga ozgina qoldi. Manaki o'rmonimiz ham tayyor. Bu yerdami, qayerdandir. Kelasi safar. Bugungi videomiz ham tugadi. Do'stlar, sizlar meni kuzatishda davom eting. Bu yerda qolib sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aytgancha nimaga video